Assalomu alaykum qadrli Uytop muxlislari. Bugun biz arzonchi kottejlar haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Imенно shu kottejlar haqida batafsil ma'lumotni quruvchini o'zlarida, ya'ni bizning do'stimiz bo'lganlar Qodirjon yoshlikdan birga maklerlik qilganmiz. So'rash qo'yaylik yana. Birga maklerlik qilganmiz, o'zlarining tajribadan kelib chiqqan holatda imенно shu kottejlar qurdim deyaptilar. Ya'ni imенно kimdir ikki xona yoki bir xona, endi bilasizlar o'zbekchilik uchun startapga kelgan kerak bo'ladi. O'sha bolalar yosh qottargandan keyin xudo andalik bo'lganingizdan keyin kengaytirgingiz kelib qoladi. Imенно shu uchastkalarni o'shanga mo'ljallatib, narxini ham o'shanga yaqinroq qilib qurgan insonimiz bo'ladi. To'liqroq, batafsilroq ma'lumotni endi o'zlaridan eshitaveramiz. Mana xonadonni prям kirib kelib, aka. Qodirjon, o'zingiz bitta ma'lumot berib o'tsangiz endi. Qarang, biz bu kottejlarni budjetni qurganmizki, odamlar shu uylarni sotib 50, 55, 60, 60 sotib, o'sha maqsadda olishini degan budjetni qurganmiz. Yerlarimiz xususiylashtirganmiz. Yer maydonlari 067 sotu. 060 sotu, yashash maydoni 76 kvadrat. Xo'p. 4 ta xona, 2 ta sanuzillari bor. Xo'p. Endi kirib kelaveramiz. Mana xonadonimizga bitta mashina sig'adi, bu yerga. Bu yerga mashinamiz, xudo xolasa, Gentra, Cobalt, Equinox, Spark'li hamma mashinalar sig'adi. Equinox kiradimi bu yerga? Monza kiradi. Monza kiradi. Monza kiradi. Equinox lekin sal qiynalsa kerak. Monza kiradi. Bismillah. Endi xonadonga kirib boraveramiz. Haqiqatda endi byudjetni-ku, lekin mana kirib yashab unib o'ssa bo'ladigan. Nechim to'rxona domdan ko'ra ancha qarang, uyimiz yaxshiroq bo'ladi. Ishdan qurilgan. Budjetli degan bilan budjet narsa etmaganmiz, yaxshi narsa islatganmiz. Sifatni qochirmagansiz. Xudo xolasa uyimizga javob beramiz. Muammo hammasini hal qilib beramiz. Yaxshi narsa islatganmiz. 100% ishdan qurilgan uylarimiz. Xo'p, uka qarang, bu yerda kuxonniy mebel yo'q ekan. Kuxonniy mebel masalalari nima bo'ladi? Siz qo'yib berasizmi? Yo'q, kuxonniy mebel qo'yib bermaymiz, shu holatda topshiramiz. Shu holatda. Shu holatda topshiramiz. Mana rezitkali qo'yib qo'yilgan, dokumentlarni qo'yib illyustratsiya qo'yib qo'yilgan, shu holatda topshiramiz. O'sha hujjatlar razdel bo'lgan, sразу notariusga tayyor, bu? Razdelda bo'lgan, hamma dokumentlar tayyor. Xohlasalar bugun, xohlasalar ertaga afont qilib beramiz. Afont qilib sразу ko'chib olsalar bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni endi oynalarni ochib qo'yayotganimga e'tibor bermanglar, chunki aks sado bo'lmasin deyapmiz. Zaliga kirib keldik. Zalimiz nechi bor? Zalimiz 6 metr eni bo'lyapti. Bunaqasi 320. Katta zal berganmiz. 320 ga 6 ekan. Balandligi patologga 320 berilgan, 10 sm tushgan hisobiga 310, 315 qolgan bo'lishi kerak. Bu hozir natijnoya. Bu natijnoy patolog. Natijnoya gipsokartonlasi. Natijnoy patolog. Xo'p, mana bu yerda bitta shuna fokusimiz borki, hojatxona tushirganmiz. Hojatxonani tagiga, mana misol kir mashinalar ham qo'ysak bo'ladi, shuna do'stlarga ketganmiz. Bo'lmaydi. Bo'lmasa ketsa bo'ladi. Mana bu misol kir mashina qo'ysa bo'ladi. Narsada qo'ysa bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Endi ikkinchi qavatga chiqib boraveramiz. Chiqamiz, xudo xolasa. Ko'tarilamiz, do'stlar. Ikkinchi qavatda ko'rayotganimdek, yana 3 ta xonamiz bor ekan. Bu yoqqa o'tamiz. Keling, bu yoqqa tushuntiraman. Xonamiz. Mana bu nimaga bu? Anaqaga garderobkami? Garderobga qilganmiz, bu yoq balkonimiz. Havolash joy tashlaganmiz, ikkimiz bor. Sirkulyatsiya uchun. Sirkulyatsiya hisobiga shuna tashalgan joy. Bu avizatsiyaning kerak joy, bu yoqqa gulmulla bemalol qo'ysa bo'ladi. Qo'ysangiz bo'lar ekan. Bu detskiy xona. Bu detskiy, qarang, bitta kravat, ikkita kravat. Bu yoqqa shkoflarni qo'yishadi, dastxona joylarini qo'yishadi. Kompaktnida. Kompakt. Uyutni qilingan ekan. Standartli to'g'ri keladi, razmerlar, prinsipi. Necha kvadrat bo'ladi o'sha? Nechiga nechi bo'tdi bu? Bu 310 ga 315 bo'lishi kerak xona. 310 ga 315 da. O'shanda 3 ga 3 bo'lib qolsa ham neto bo'ladi, bilasizmi? Bilaman. O'sha endi bizni odamlarga arzonchiroq chiqsin degan ma'noda kvadratdan siqib, misol uy tushirganmiz. Ya, prosta demoqchiman, 3 ga 3 xonalar ko'rganmiz, mebel siqilib qoladi o'sha. Buni hammasini plan qilganmiz, tushuntiraman sizga. O'ynamoqchilik. Havo kirsa, yorug' ham tushib turadi, xudo xolasa, ham tushyapti. Mana bu duspalkalarni qo'yishdi. Duspalka qo'yishadi. Mana bu shkoflarni qo'yishadi. Duspalka bilan bunaqasiga tushadi, o'shanda shkof bunaqa bu yoqqa tushadi. Qiblanari. Qibla bu yoqda. Bosh qiblaga qarab. Qibla. Mana bu yerga uni qo'yishadi, ana bu yerda bo'yani komoddirmidi? O'sha narsani ham qo'yishsa, hammasi paplanib qilingan bo'pti. Misol, proyekt tuzayotganda ham, smetasini olayotganda ham, qatga nima tushadi, qatga hammasini planlashtirib qilganmiz biz. Zo'r. Cho'tki qilganmiz. Bu yoqqa o'tganimizda esa sanuzelimiz bo'lyapti, dushovoy bilan o'shanda общий
Bitta hojatxona pastda, dushovoy tepada. To'g'ri. Yana hojatxonasi ham bor ekanda bu yerda. Bor. Suv davleniyalari bilan muammolar bo'lmaydimi bu yerda? Yo'q, suv davleniyalari muammo yo'q, suvni o'chirib qo'yganmiz. Bu yerda ekstrinchik yashamayapti. Suvni kelib o'zi ochib tekshirib beramiz, muammo yo'q unda. Bu kana nima sovuq suv o'zi. Sovuq suv sentralniy davlat suvi. Svetni alohida tepadan tortib kelganmiz. Alohida qilib. Alohida to'g'ridan tortib kelganmiz. Xudo xohlasa muammo bo'lmaydi. Gazingiz ham muammo yo'q. Bu yerda shunaqa narsa qilganmizki, to'pli pol kimdir xohlamasa mana tashlab ketganmiz ikkita registrlar. To'pli pol ham bor, polni. To'pli pol ham bor 100%. Alloh to'pli polni o'chirib qo'yib registr qo'yishsa bo'ladi. Bu yerdan qanaqa proyekt qilganmiz tushuntiraman sizga. Mana bitta kravat bu yoqqa qo'yiladi. Bitta kravat bu yoqqa qo'yiladi. Bu yoqqa dars qilgan shkaf qo'yiladi. Bu yoqqa shkaf qo'yiladi. Har bitta xonada TV zonaga joy tashlab ketganmiz. TV zona tepada. Tepada. Kanslerga tashlab ketganmiz hamma joyga. Hamma narsa paplanib bu yerda qilingan narsalar. Bo'ldi. Endi aka, ko'ryapman bir ikkita joyda reklamasi chiqdi. Bu xonadonimizni 68 mingdan 69 mingdan chiqarishdi, lekin mana egalarning o'zlari bilan gaplashyapmiz hozir. Eng taqalgan narxini qancha qilib beryapsiz? Eng taqalgani 67500 qilib beryapmiz. Agar obunachilaringizdan odam kelsa, so'nadigan o'zi o'tib beramiz. Yana nimadir? Keyin qanaqadir bonuslar bor deyapsiz. Qarang, ertaga hamma uy sotib bo'lgandan keyin 12 ta sovg'alarimiz bor. Egalari shu uy egalari. Hech kim sovg'asi qolmas ekan. 11 ta texnikamiz bor. Bu texnika deganda qanaqa televizor, kir mashina, har xil narsalar bo'ladi. Arzon narsa qo'yamiz. Bitta insonga nasib qilsa, kishiga umr safari bilet olib beramiz. Zo'r. Uni konkretnik qilamiz. Shuning uchun pastga ko'rsatilgan raqamlarga telefon qilib murojaat qilishingiz mumkin. Agarda siz ham mana shu uyimni sotib kengaytiraman, mana shu menga yoqdi deydigan bo'lsangiz, bemalol o'zimizga aloqaga chiqsangiz, uyingizni ham kerak bo'lsa sotib, mana shu uyni ham olib berishda yordam beramiz. E'tibor uchun rahmat. Sizlar bilan uy topida. Xayr salomat.